Bütün shahar bo'yicha eng latofatli ayolni tanlab chiqamiz. 14 yoshdan yuqori bo'lgan barliq qiz ayollar musobaqaga qatnashsa bo'ladi. Birinchi bo'lganlarni podshoh bilan xonish o'zi mukofotlaydi. Xonish musobaqa o'tkazgirakda. Shundaq, Nasriddin aka birinchi bo'lganlarni podshoh bilan xonish o'zi mukofotlaydi ekan. Amina yengam qatnashsa bo'ladi-ku. Yaxshi amalga. Hozir berib opamga deychi. Shuncha yil oyab kiymisanmi, to'shik bo'lib qopti desa. Appa, chatoq bo'pti. Lekin siz nimani kiysangiz yarishidi? Mening Gulnar qizim nima degan tatliq-a? Appa, demisimi rostavattaman. Appa, amal topdim. Appa. Kiypekmi? Appa, bu ko'ylak sizga nimaga yarashgan, ha? Mening yaxshi balam. Bu mening eng chiroyli ko'ngligim. Begim! Chiroyli xotinim. Bu kiyimlarning hammasi o'rnidan qoldi. Men nima kiyib musobaqa qatnashaman? Chiroyli xotinim. Sen azaldan eng latofatli, eng go'zal. Nima kiyishingdan qat'iy nazar mukofotga erishalaysan. Meni to'la oldimsizlar. Tuzukroq kiyimim bo'lmasa, go'zallarni tanlash musobaqasiga qanday qatnasha olmayman? Ko'nglingni yerim qilmag'ina. Bu tangilagichu eng chiroyli ko'ngak apkayli. Mening barliq tangilarim. Haqiqatan eshitgan. Amina, ko'nglingiz haqiqatan chiroyli ekan. Ko'ngligingizga tikilgan gul nima degan chiroyli-a? Bu mening eng e'tiborli ko'ngligim. Buni kiyib men musobaqaga qatnash qilib boraman. Bildingizmi, Aminaning alohida ko'ngligi bor ekan. Aminaning paqiraydigan ko'ngligi bor ekan. Aminaning ko'ngligi zaribdan tikilgan ekan. Bakmo qimmatli. Aminaning ko'ngligi cho'qim bozor bo'yicha hammadan esir. Aminaning ko'ngligi bek alohida ekan. Men ko'rgan haqiqatan chiroyli ko'nglik ekan. Shu ko'nglikni kiyib musobaqaga qatnashar ekan. Chet turish. Amina, anglasam sening zarifdan tikilgan ko'ngliging bor ekan-a? Mening undaq ko'ngligim yo'q. Hatto anglab qoldingizmi qandaq? To'g'ri yasalmoqqa. Sen shu ko'ngliging bilan musobaqaga qatnashmoqchimisan? Aliya og'cha, mening faqat uchamdagi mush ko'ngligimla bor. Amisa. Butun mahalladagilar Aminaning zarifdan tikilgan ko'ngligi bor ekan deyishyapti-ku. Bu zodi nima ish? Nasriddin aka, siz bizga cho'qim yordam qiling. Opamning faqat mush bir to'la ko'ngligi bor. Shuni kiyib musobaqaga qatnashmoqchi edi. Ammo Aliya hammam opamning zarifdan tikilgan ko'ngligi bor ekan deydi. Opamning azaldan undaq ko'ngligi yo'q tursa. Yo'q. Men baylar mahalladagilarning shundaq deyishayotganligini anglagan tursa. Aliya yenge, bu o'sak so'zlar. Siz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi, ha? Shu Aminaning rostli undaq ko'ngligi yo'q. Rasyalhanligi bilan karim yo'q. Amina, 3 kun ichida men shundaq ko'nglakdan birini tikib bersang, bu tangilar sening bo'ladi. Navoda tikib bermasang, Navoyxonani qaytarib olaman. Mening rostli zarjibdan tikilgan ko'ngligim yo'q tursa. Nasriddin aka, cho'qim bizga yordam qiling. Aldirman Gulnar, men cho'qim amal topaman. Gulnar xopulmanga. Yaxshi-ku, sening opamdan ko'nglik talashmasin. Mumkin emas. Aliya hammam bayg'ujam o'xshash bakla osh ko'zgan juma. Amaliyotda opamning faqat bir yangi chiroyli ko'ngakka erishgisi bor. Chiroyli ko'nglik? Topdim. Rostmi? Qanday amal? Turdi. Agar sen o'z qo'ling bilan Aliya yengamga musobaqaga kiydigan ko'ngak tikib bersang, u cho'qim nayt xushal bo'ladi. Bo'lmaydi, men tikmayman.
Ansirma, biz hammamiz senga yordam qilamiz. Qaranglar, bu bolam ekan. Ams bochum. Bobo sen cho'qim yaraydi. Lay lay lay. Nay 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 nay. Nay nay nay. Na. Turdi, başla. Nasırdan, ben apamdan bel aylanmasını bilmişim. Ha? Aliye hammamning beli mana mushinchilik. Nada uncha inchga, munchilikmiki? Mushinchilik. Ha, munchilik. 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 Bu oldu talaşmanglar. Nasırdan, qanday qilamiz? Turdi, mundaq qilgan. Sen-chi? Apa, ko'zimga qum kirib ketdi. Oye, undaq qilay qarab baqay. Hech nima yo'q-ku. Ba, og'rib ketyapman-da. Apa, men sen bek amra. Men sen amraq o'g'lim. Apa, men Nasırdan bilan o'yin qilmoqda memsa, ha? Amiz tez berib, tamoq yeydigan vaqtga ulgurib kel, bolam. Ma'qul. Ölçüp aldım. Biz tikishni boshlaylik. Nemish qiyiqchi qaytib kelmaydiganda. G'ayrat qilinglar, oz qoldi. O'g'lim, Turdi! Apa. O'g'lim, qulunga oshilashingni sanchatdim, ha? Hey, nemishqa o'g'limni bo'zaq qilishsan, ha? Biz Turdini bo'zaq qilmadik. Amiz Turdi, o'zining quliga o'zi yengil sanchidim, ha? Apa, men ehtiyotsizlikdan sanchib oldim. Qo'rqmag'ina, o'maq bolam. Sizlar nemishqa bo'zaq qilasizlar, ha? Biz bo'zaq qilmadik. To'g'rigan qilishma. Biz sizga ko'ylak tikib berayotgan. Bundaq purushlarni ko'ylak tikib, meni mazaq qilishmoqchimisan? Apa. Bu ko'ylakni men sana atab tikkan, apa. Sen menga tikkanma? Ular menga yordamlashyotgan edi. Ko'ylak tikayotganda Turdining qo'liga yengil sanchilib ketdi. Oy. O'g'lim. Bu ko'ylakni bek chiroyli tikibsan. Bu men ko'rgan ko'ylaklar ichidagi eng chiroyli ko'ylak ekan. Sen haqiqatan mening o'moq o'g'lim.